Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar, hurmatli murojaatchilar, hurmatli fermer xo'jalik rahbarlari. Bugun 14-may 2023-yil Agrobank televizion do'stlarida tadbirkorlar bilan uchrashish maqsadida bu yerda yig'ildik. Murojaatlaringizni bitta aytishingiz mumkin. Men Salman Juma fermer xo'jalik rahbari Aziz Sharof Jumayev bilaman. Haqiqatan ham Agrobank xodimlari bu yil o'tgan yilga nisbatan bu yil yaxshi ish olib boryapti. Dalaga borib, ishchilar bilan yuz-yuz suhbatlashib, ishchilarda qilayotgan mehnatini ko'rib, o'tashini ko'rib, yagonasini ko'rib, haqiqatan pulni o'zi eltib berdi xodimlar. Yana bugun ham limit bo'yicha 2 milliondan pul berilyapti. Haqiqatan o'zi olamiz, eltib ishchilarga beramiz. Xudo xolasa bu yil dehqonchilik yaxshi bo'lishi kerak, bo'ladi ham. Rahmat, demak murojaatingiz hozir shu bilan ishlatasiz. Tamam. Mamlakat o'zgarishlik rasmiylashtirilan menga aylama mablag'larni to'ldirish uchun aylamandan o'nlab kredit so'ramoqchiman. Shuni berish imkoniyati bo'lsa, rasmiylashtirishlarni ajratib berishlarini so'rayman. Yakatut emchiligiga, Yakatut emchiligiga bu hozirgi kunda hujjatlaringiz berilgan, aqdlar berilgan, faqat tezlashtirish maqsadida murojaat qilyapsiz. Shunday. Xo'p, rahmat. Men bozor fermer xo'jaligi Agrobank hisobidan 12 million so'm pulni mineral paxtani oziqlantirish uchun mineral o'rik hisobiga o'tkazib berishingizni so'raman. Qaysi fermer xo'jaligi? Bozor fermer xo'jaligi. Mineral o'rik uchun Mineralni olish uchun 10 million. 12 million pul o'tkazib berishingizni so'raman. 12 million. Agrobank xodimlaridan minnatdorchilik bildiramiz. Oyma-oy bo'lish tranquillardan vaqtiga olamiz. Xo'p, rahmat.